Uzdil PHP dersidagi 40 qism Ajax'dagi XML HTTP request. XML HTTP request obyekti Ajax'dagi algılıq texniki hisoblanadi. O'xshamagan tor ko'rgichlar o'xshamagan usulda XML HTTP requestni qurdi. Masalan, Internet Explorer'da ActiveX Object ni ishlatadi. Boshqa tor ko'rgichlar nomi XML HTTP request bo'lgan JavaScript qurilgan ikki qism elementni ishlatadi. Demak, biz bu texnikani, bu obyektni ishlatgan vaqtimizda ham Internet Explorer'dan boshqa tor ko'rgichlardan normal ko'rilish uchun tuvandagidek kodni ishlatamiz. Masalan, buningki XML HTTP request window valatdagi qismiga buningki avval buningga bir hukm qilib, hukm qilgandan keyingi qiymatiga mahlolatda qiymat bersak, bu yerda biz Internet Explorer'da ActiveX Object'ni ishlatdik. Demak, window qismi agar ActiveX Object'ni qo'llasa, undaqda uningga Microsoft'ningki mahlolatdagi qiymatni bo'lmasa, ikkilisini qo'llandi deyish orqali biz bu masalani hal qilamiz va yoki ostida texmo mukammal bo'lgan, masalan Firefox, Opera, Safari qatorliqlarda tonish uchun Internet Explorer tonish uchun mahlolatdagi shu XML HTTP requestni obyektini qo'zg'atadigan mushkilotlarga aniqlik berish kodini bu yerda ishlatdik.